Narkoman farzand o'stirib katta qilish uchun top 3 ta maslahat. Hech qachon farzandingiz bilan suhbatlashmang, uni nima his qilayotganini so'ramang. Agar yig'lasa, "Namicha qiz bolaga o'xshab yig'layapsan" deb, erkak kishi yig'lamaydi deb ayting. Agar qanaqadir ichki og'rig'ini siz bilan bo'lishmoqchi bo'lsa, hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi deb ayting. Befarq bo'ling, shunda u o'zini og'rig'ini berkitishni o'rganadi va oqibatida narkotik orqali og'rig'ini qoldiradi. Uni maqtab qo'llab-quvvatlash o'rniga kritika qilib, boshqalarning oldida urishib, uni samotsenkasini tushiring. Sani qo'lingdan hech narsa kelmaydi, odam bo'lmaysan kabi gaplarni ko'proq ishlating. Uni emotsional, psixologik qo'llab-quvvatlashga muhtoj paytida o'rniga material narsalar bilan qo'llab-quvvatlang. Masalan, pul, mashina, kiyim-kechak va hokazo. Farzandingiz bilan dardlashishga vaqt ajratmasangiz, u ko'chada o'ziga dardini eshitadigan inson topadi va katta ehtimol bilan u narkoman bo'lib chiqadi. Undan ideal bo'lishini talab qiling. Yomon baho olyaptimi, uni jazolang. Xato ish qilyaptimi, uni urishib uyaltiring. Qo'lidan hech narsa kelmayaptimi, bosim o'tkazing. Shunda farzandingizda agar men ideal bo'lsamgina meni yaxshi ko'rishar ekan degan tushuncha paydo bo'ladi va u narkotik bilan tanishganida o'zini 2 sekundga idealdek his qiladi. Eng kerakligi befarq bo'lishni davom ettiring, shunda unda jamiyatga va ota-onasiga bo'lgan ishonch yo'qoladi va uni narkotiklardan qidirishni boshlaydi. Bekorga aytishmaydi, qaramli kasallarning ildizi bu oilada paydo bo'ladi deb.